Sizlar ham tefalinglarda shunaqa ichi nakibga to'lib qolgan bo'lsa, bu inson salomatligi uchun juda ham zararli. Hozir sizlarga osongina 1 daqiqada tozalashni ko'rsatib beraman. Bizning suvga xlorli bo'lganligi uchun tefal choynaklarda choy qaynatgandan keyin tefalning ichida pastida shunaqa nakib holat bo'lib qoladi. Bu nakib holatni har doim choy qaynatib ichaversanglar, organizmda pochkalarda tosh yig'ishigacha olib keladi. Birinchi qiladigan ishingiz tefalga suv to'ldirib olasizlar. Kerak bo'lgan narsa 1000 so'mlik sredstva. Bu sredstvaning bir donasi sizlarga 10 ta tefalni tozalashga bemalol yetadi. Elektr chaynikni mana shundoq birinchi ishlatib olasizlar. Stresslarni sizlar 10 dan 1 ni solsanglar ham bo'ladi, lekin men hammasini sovuraman. Choynakdagi suv qaynab, stresslar bilan reaksiyaga kirishadi. Shunda choynakning ichidagi hamma nakib tuzlarni ko'pirtirib tozalab chiqarib yuboradi. Tefal ichidagi suv shunaqa biqinlab qaynab chiqadi. Bu o'chadigan holat bo'ladi, lekin sizlar knopkasini bosib ushlab turasizlar. Sababi ichidagi nakiblar yaxshilab tozalab olish uchun. Mana endi choynakning ichini ko'rsanglar bo'ladi. O'zini asl yangi holatiga qaytdi. Endi bu inson salomatligi uchun zararli emas. Bundan buyog'iga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Stressdan zamnomi limon kislotasi. Bu videoni tefaldan ko'p foydalanadiganlarga jo'natib qo'yinglar. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'qib olmaslik uchun podpiskani bosib qo'yinglar.